Men qayerda tushib qoldim? Nima uchun men bu uyning yonidaman? Bu yerda nima uy sotiladi? Mana shu uyni sotib olishim kerak. Qani cho'ntakka qaraymiz. Hamma yoq bo'q bo'lib ketgan. 11 ming bo'lsa kerak. 11tasini ham sotib oldim. Pulini men bermayman, egasi yo'q ekan. Mana bu blokni ham buzish kerak. Uyimni sotib qo'yamiz. Hammasini solamiz. Hammasini qo'shamiz. Deyarli bistadan ko'pib ketdimi? Otib yuborish kerak. Mana musullarni tashlab bo'ldim. Mana hammasini tashladim. Endi men ketsam ham bo'ladi uyga. Uyning eshigi ham qayerdalig'i esimda yo'q. Mana topib oldim endi. Biroz uxlayman. Kunduzi ham tushgan bo'lsa kerak. Bu seyf, kodini ham bilmayman, necha qo'yganimni. Kodini ham bilmayman, sindirib taylaymikan? Yo'q, kodini ochishga dastak tush bu yoqqa, dastak tush tushmaydi, buni bo'yash kerak. Juda qattiq ekan. Ketdik unda. Mana bu musullarni ham taylaymiz. Shu musullar menga yoqmayapti. Ularni tashlamaymiz, qolganlari pul. Bunisini olamiz. O'zi qani edi? Shuni sakirib chiqaman. O'xshaman. Qaytadan chiqib oldik. O'tiramiz. Hozir asta taylaymiz. Mana bo'ldi, endi ketsak bo'ladi. Qayerga tushdi ham epik. Yana ko'proq pul yig'ish kerak, uy sotib olish kerak o'zimizga yaxshi. Uxlab qolibman. Qani nima yo'q? Yo'q, unchasiga chidolmayman. Chaqmoq urishni. Unchalar chaqmoq uradi-ya. Panay kiramiz. Ozgina uxlaymiz, kechasi ham bo'libdi. Qani kiratim esimda yo'q. Nima ertalab tushyaptimi? Yana ozgina uxlaylik. Endi qaraylik-chi. Endi bitta qaraylik. Kunduzi tushibdi, bir zooparkka kirib kelaylik. O'zim bilan pulimni olaman, telefonimni ham sotib olaman. Do'kondan boraman, ketdim, to'xtanglar. Men bironta ishga borishim kerak. Mana buni endi nima kerak bor? Mana biz taylaymiz-da, tepaga ilamiz. Qani tushmadimi? Tushmabdi. Bular yana bu yerda nima qilyapti bakalashkalar? Bakalashka teramiz endi. Chaqiyin bor. Mana biz takdirdim. Mana bularni shunchasini terdim, yana ko'pala qoldi. Bu yerda birorta do'kon bormikan? Men shaharga endi ko'chib kelganman. Bu yerga egasi yo'q ekan. Taqqilatamiz. Kim bor bu yerda? Chiqing. Menman, sotib olasanmi? Nima? Baklashka turish kerakmi? Baklashkani men bilan sotaman. Sotishga berdi. Xo'sh, sizni ko'rmay qolmay ketasiz. Xo'sh. Siz hozir baklashkaga biz takdirganman. Nechta berasiz hozir? Bittasi 10 mingdan. To'g'ri. O'nta
Olmuştu oraya kopaydı. O'zi. Navoda adashib ketmadingizmi? 2000 dan turmaydimi bu? Ha to'g'ri 2000 sotaman. Ha, to'g'ri. O'zi 2 ni 64 ga ko'paytirsak 98 bo'ladi. Shuncha o'zi bevasmas. Sizni sandig'ingizga yozib qo'yaman. Boryapman. Xo'sh, men hozir sandiqni ochaman-da. Bu nechta? O'shga 6 ta hozir 94 mingga qilay. 94 ga bo'lish kerak. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Yana bironta olamiz ozgina. Hozir yarmini solaman. Hammasini solyapman. Ozginagina olaman-da. Buni ham ko'paytiraman. Wow. 17. Hisob kitob qildim. Mana bularni hisob qo'yaman. Bu pullar sizga. Bu pullar o'tib qoldi. Shuning uchun buni hozir mana bu sandiqqa solaman. Mana 60 dona. Xo'sh, men sizga qarang. Men 64 ga 33 ni qo'shsa 97 bo'ladi. Men 97 ming oldim. Endi men ketdim. Xayr. Like va buni bosgan bo'lsanglar kerak. Xo'sh, videoni boshlaymiz. Yana baklashka testga aytgancha baklashka testdan chiqib qopti. Unga beraymiz egasiga. Hozir 5 minut kuting. Mana bu so'ppay bo'ldi. Ketdim men nima. Mana pullarni musorga taylab yuboraymi bu? Albatta hazil. Sigar. Men ham o'zimdan sigar sotib olsam och qolmasdim. Xo'sh, buni sandiqqa solsak bizga o'zi qancha bo'ladi? Juda ham ko'p bo'ldi. Hozir bu 104. Juda ham ko'p. Endi biroz uxlayman. Bu sal kechroq tushdi, uxlaymiz. Endi qaraylikchi, u ertalab tushyapti, uxlayman. Yana uxlayman ozgina. Kunduzi tushgandir. Kunduzi endi men yana ishlashim kerak. Hozir ishlayman. Bu menga bolta yasadim. Mana bu daraxtni chopgandan menga qalb tushdi. Va men kirka va bolta yasadim. Endi men bilan teramiz. Tez teramiz. Tushmarkan bolta bilan sindiradim men buni. Kim bilsa mana shu nima bilan sindirish mumkin. Qo'l bilan sindirsa bo'ladi lekin uxlayman. Men qo'l bilan sindirgim kelmadi, shuning uchun biroz uxlay. Har kechasi bo'libdi, yana biroz uxlayman. Bunchalar quyosh ham chiqadimi? Juda ham issiq bo'lsa kerak bu kun. Qani bitta qaraymiz. Quyosh qayerga ketyapti? Quyosh yo'q ekan. O'zimni ham unutyapti quyosh. Qani asta bunchalar quyosh chiqqan. Endi o'zi balki borib kelaylik qani. Voy men bunchalar balanga chiqib oldim. Nega buni qildim? Nega? Ay, oyoq. Qanday
Uydu qanday tushaman, uyumli o'ynash uchun. Dirijablning ustiga chiqsammikan? Albatta chiqishim mumkin. Shuning uchun asta sakrab endi bu yerga sakraymiz. Tez sakrashga men uni ustiga sakraymiz, dirijablning ustiga. Uncha qattiq sakradim. İçkariga asta kiramiz. Unchasi bironta joyga o'tdi. Boshqalarni fonarlarni o'chiramiz. Keragi yo'q. Qani yursang-chi, yur aka. O'tgancha yurmasa kerak. Ketdi unda yurmasa. Mana bu yerdan qattiq ushlab olaylik. Yurar ekan. Bunchalar sovuq. Yana qattiq ushlaylik. Yursak kerak. Buni qo'yib ozgina uchib oldik, endi pastga tushamiz. Hali biz uchmabmiz. Siz men uchyapmizmi deb o'ylabman. Nimani boshqasi kerak. Albatta nima ishlatmar ekan. Buncha qattiq og'ir, shuncha uzoqdan keldi. Shuncha toshli kakani paltaga soldim. Mana bunisida tez tushunadi. Ololmayman uni. Chunki charchaganman. Quyosh qani. Og'riyapti biroz. Biroz dam olishim kerak. Qani yotoqxona. Unchalar kunduzi bo'lib ketdimi bilmabman. Ertalab ovqatam yemabman. Bironta ovqat sotib olamiz. Yo'q, bunchalar qattiq og'riydi endi. Yuguram, sog'sam chidash kerak. Oy. Mana bular menga xalaqit beryapti. Qo'lim. Buncha yuguramiz. Yetib keldi. Yuguram. Qandaysiz, yaxshimi? Kayfiyatli zo'rmi? Menga bitta oyoq kiyim berolmaysizmi? Kiyimlar sotish do'konmi? Ha, albatta kiyimlarni sotib olsam bo'ladi. Mayli, unda hozir ko'rishamiz. Yo'q, bironta oyoq kiyim bering, mana shuncha pulim bor. Mayli, albatta oling. Sen olmagandan keyin ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Men kiyinib oldim. Keyingi qismi chiqishi uchun. Buni ko'rishguncha.